Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz Xunlar imperiyasi. Belgilangan bugungi rejamizdagi rejalar asosan Xunlar tarixini o'rganish bo'yicha tarixiy manbalar, Xitoy tarixchilari ma'lumotlari, Xun qabilalari birlashuv jarayoni, Xunlar imperiyasining vujudga kelishi, Xunlarning ko'chishi va uning jahon xalqlarining etnosiyosiy va madaniy jarayonlarga ta'siri. 4-rejamiz esa ko'chmanchi Xunlar madaniyati va jamiyati mavzusi rejalari aynan bugungi mavzumizda keltirib o'tiladi. Avval boshdan har bir mamlakatni manbalariga, u yerda kimlar, qaysi olimlar o'rganganligiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Xususan Xunlarni ham qaysi olimlar qanday, qay sharoitda o'rganganligini tanishtirib o'tamiz. Bugun demak, birinchi rejamiz bo'yicha Xunlar tarixini o'rganish bo'yicha tarixiy manbalar uni yoritib beramiz. Ya'ni Xunlar bilamizki, eng qadimgi va bosqinchi qabilalar sifatida mashhur, xususan G'arbiy Rim imperiyasining qulashida katta rol o'ynagan, kuchsizlanishida, bundan tashqari Xitoy va Yevropa mamlakatlariga madaniy siyosiy ta'sirni o'tkazgan hisoblanadi. Xunlar miloddan avvalgi 1500-yil avval paydo bo'lib, to 5-asrga 2-ming-yillikgacha, 2-ming-yillik nihoyasiga qadar bir necha katta siyosiy ta'sirni o'tkazib, mavjud bo'lgan davlatlardan sifatida tarixda qolgan. Ular tarixda 500 yil hukm surgan ulug' Xun imperiyasi miloddan avvalgi 207-yillardan to milodiy 216-yilgacha bo'lgan tarixni eng buyuk Xunlar imperiyasini tuzgan va 170 yil hukmronlik qilgan hisoblanadi. Demak, Xun imperiyasi miloddan avvalgi 46-126-yillar oralig'ida va 95 yil hukm surgan keyingisi Avropa Xun imperiyasi 375 va 469-yillarda 3 imperiyani barpo qildirgan, Osiyo va Yevropani bosib olgan buyuk davlat sifatida, buyuk qabilalar sifatida tarixda nom qozongan. Yunon olimi Ptolomey, Zosima, Meander, Feofon kabi shaxslar xususan Xunlar haqida bir necha ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Xunlarning Yunon olimlari aytadi, Xunlar bu Kaspiy dengizining g'arbiy qirg'oqlarida yashagan Skif qabilalari va Sak qabilalari bilan shular aynan Xun qabilalari bilan qarindosh sifatida talqin qilinadi. Turkiy xalqlarining qadimgi ajdodlari bo'lgan Xunlar miloddan avvalgi dastlabki 1000-yillikning boshlarida paydo bo'lib, so'ngra 500 yil chamasi vaqt o'tgach tarix sahnasida faol ko'rina boshlangan katta bir kuch sifatida tarixda qolib ketgan hisoblanadi. Xunlar miloddan avvalgi 4-2-asrlarda turkiy qabilalari bilan etnogenez, ya'ni ularning genetikasida katta ta'sir o'tkaza boshladi. Miloddan avvalgi 1-asrda Xunlar markaziy Mo'g'ulistonda sharqqa siqib chiqarilgan. Milodiy 155-yillarda va 160-yillarda Xunlarning katta qismi Ural oldi va Volga bo'yiga kelib mahalliy aholi bilan qorishib ketishgan. Bundan tashqari rus olimlari Inostransevning tomonidan berilgan g'oyalarga ko'ra, yagona turkiy zabon xalq Xunlarning g'arbiy tarmog'ini Gunlar, sharqiy tarmog'ini esa Xunlar deb atashni taklif etgan hisoblanadi. Bu fikrni ko'pchilik olimlar tasdiqlab o'tgan. Merpert, Ley, Gumilev, McGovern va Yepritsak va boshqalar bu fikrni qo'llab-quvvatlashgan. Biz Xitoy manbalaridagi Xunlar davlatini bu davrlarda 32 xil nom bilan atalganligi va ularni xususan keltirib o'tilgan nomlari bor, lekin eng ko'p qo'llaniladigan nomlari Kun, ya'ni Shunnu deb nomlangan. Bu xitoycha transkripsiyasi bo'lib, uni Tangri farzandi, kunga, ya'ni quyoshga topingan odam, xalq kabi ma'nolarga ega bo'lganligini yoritib beriladi. Xitoy manbalarida Xun xoqonligi ham g'arbiy qo'shinlari bo'lib, miloddan avvalgi 1-ming-yilliklarda hozirgi Xesi yo'lagi, Ardos yaylovlarida yashaganligini ko'rsatiladi. O'zi tarixiy manbalarda aynan Xun qabilalari Xitoyning shimoliy qismi va Ural Xunlari, bundan tashqari Avropa Xunlari va Qozog'iston Xunlariga bo'linganligini ko'rsatib o'tiladi. Xunlar bu Mo'g'ullar bilan yaqin qarindoshchilik aloqalarida yashaganlar, Xitoyga bir necha bor yurish qilganlar, xususan Tan imperiyasi va undan keyingi mavjud bo'lgan Xitoy sulolalariga jiddiy ta'sirni o'tkazgan. Xun qabilalarining birlashuv jarayoni Xunlar imperiyasining vujudga kelishi. Bilamizki, Xunlar imperiyasi miloddan avvalgi 200-yillarda vujudga kelgan. Aniq qilib aytadigan bo'lsak, 207-yilda Xunlar bir necha marotaba Xitoy hududiga bostirib kirishgan.
xususan 200-yilda Xitoyga bostirib kirganligini ko'ramiz. Dastlab aytib o'tadigan bo'lsak, bular asosan qayerlarda istiqomat qilishgan? Baykal ko'li atroflarida, Ural bo'ylarida va keyinchalik Qozog'istonning shimoliy qismlarida, Sibir hududlarida yashab kelganlar. Keyinchalik ularning bir qismi Xitoy shimolida, ikkinchi qismi esa Sarmatlar, Ugriylar, Tanguslar kabi hududlarga ko'chib o'tganligini ko'ramiz. Hunlar Xitoyning Jungu tarixida o'ta eng qadimgi davlatlar In sulolasi, Ju sulolasi, Chin sulolasi, Han sulolasi singari qator davlatlar bilan turli munosabatlarda bo'lib kelganlar. Xususan shuning uchun ham xitoyliklar u hunlardan cho'chiganligi, xavfsiraganligi sababli xitoyliklar hunlarga qarshi Buyuk Xitoy devorini barpo qildirganliklari buning yaqqol dalili sifatida. Ular juda ko'p marotaba bosqinchilik urushlarini olib borishgan. Hunlarning ajdodlari kim ekanligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Ba'zi hunlar arxeologik madaniyatlariga doir plitali qabrlarni Mongoliya va Baykal oldi hududlaridan topishganligi, demak bu hunlarni shu yerda muqim yashab kelganligini ko'rsatib beradi. Imperiyaning barpo qilinishi va Xitoyga hujumlari borasida keladigan bo'lsak, miloddan avvalgi 200-yillarga kelganda hunlar 24 ta ko'chmanchi qabilalarni birlashtirish natijasida qudratli buyuk bir imperiyaga asos soladi va 2,5 million nafar hunlar davlatining fuqarolari taxminan 2,5 million nafarni tashkil qilib va 300 zarurat tug'ilsa 300 ming nafar jangchini safarbar etib urushga kirishganligini ko'rishimiz mumkin. Hunlar urug' qabila munosabatlari shakllangan bo'lib, barcha muhim masalalar bir yilda 3 marta yig'iladigan qurultoyda ko'rib chiqilgan. Xususan urush, tinchlik va bundan tashqari ichki nizolar, yangi bir davlat qurish masalalari borasida qurultoy chaqirib, qurultoyda muhokama qilinganligini ko'ramiz. Bu jarayon Maudunning hokimiyatga kelganidan keyin yanada kuchayganligini ko'ramiz va Hunlar davlatining aynan rivojlanganligini, eng yuqori pog'onasiga, cho'qqisiga chiqqanini aynan Maudunning davrida ko'ramiz. G'arbni qo'lga kiritgach, ya'ni ular bir necha bosqinchilik urushlar natijasida Xitoyni shimoliy qismlarini bo'ysundiradi. G'arbga qarshi hujumlar uyushtirib, G'arbdagi Rim imperiyasiga, G'arbiy Yevropa mamlakatlariga, shu hududlardagi daryo bo'yi hududlarni bosib olganligi natijasida Hunlar yangi bir imperiyani, kuchli bir davlatni barpo qilish jarayoni boshlanib ketadi. Miloddan avvalgi 233-yilda Hunlarning Xitoydagi Han sulolasiga sezgir yurishlar uyushtiradi, imperiyani tinchlik hamda qarindoshlik bitimini tuzish boshlanib ketadi. Xususan Hunlar Xitoydagi malikalarga uylanish boshlanib, odat tusiga kirib qoladi. Hunlar hatto bundan foydalangan holatda malikalardan foydalanib, bu yerdagi turli ichki nizolar, davlat to'ntarishlari, podshohlarning ishlariga aralashish kabi yo'llarga o'tishadi. Hatto bu yerda Hun qabilalarini boshqa bir chet el mamlakatlari bilan gijgijlash kabi ishlarni o'sha paytda Xitoy imperiyasi barpo qilib turgan. Hunlarning ko'chishuvining jahon xalqining etnosiyosiy va madaniy jarayonlariga ta'siri. Hunlarning buyuk ko'chishlari davri aynan 4-asrlardan boshlangan, milodiy 4-asrlardan boshlab Hunlar buyuk ko'chishlarni amalga oshira boshladi. Xususan G'arbiy Yevropa mamlakatlariga ko'chish qilib, hatto Italiya, Ispaniya, Bizantiya davlatlariga, German qabilalariga qarshi hujumlar uyushtirishadi. Bilamizki, tarixdan ma'lumki, eng katta Hunlar 87-93-yillarda Xitoylar Sianbillar, Dinlilar ittifoqini mag'lubiyatga uchratganlar. 93-yildan keyin ham ularning bir qismini Mo'g'uliston cho'llarida ko'chmanchilik qilib yurishgan. Shimoliy Hunlarning yana bir qismi Yaypan nomi bilan Yettisuvat Tarbaxtayda o'tiraqlashganlar. 5-asrga kelib ular Teley qabilalari tomonidan vayron etilganligini tarixan guvohmiz. Demak, Hunlarning aynan G'arbiy Yevropa mamlakatlariga hujumi, xususan Rim imperiyasiga qarshi hujumlarini 447-yildan boshlab ko'ramiz. Bu Attila dunyoga mashhur bo'lgan va hattoki bu Attila borasida ko'plab afsonalar, rivoyatlar to'qilgan. Attila 447-yilda Rim imperiyasiga qarshi, Bizantiya imperiyasiga qarshi hujumlarni uyushtirgan. Konstantinopol ostonalariga yetib borgan Vizantiya elchisi Prisk Attila bilan sulh shartnomasini imzolashga majbur bo'ladi. Hatto 451 va 452-yillarda esa G'arbiy Rim imperiyasiga hujum uyushtiradi, Italiyani bosib oladi va Italiyada Rim papasi bilan shartnoma imzolanadi. Xususan Rim papasi Leon, ya'ni Lev I bilan ittifoq tuziladi. Tiz cho'kkan holatda Rim papasi tiz cho'kkan holatda ittifoq tuzishga majbur bo'ladi va G'arbiy Yevropa mamlakatlariga bosqinchilik hujumlarini uyushtirmaslik to'g'risida shartnoma imzolaydi. Lekin baribir ham bu paytda G'arbiy Rim imperiyasi asta-sekinlik bilan qulay boshlagan edi va bu natijasida kuchsizlanib qoladi
G'arbiy Rim imperiyasi 476-yilga kelganda G'arbiy Rim imperiyasi mag'lubiyatga uchraydi. Shu bilan Hunlarning imperiyasi 1500-yildan tashkil topgan bo'lsa va keyingisi 5-asrgacha mavjud bo'lgan eng siyosiy kuchli davlatni barpo qilgan Hunlar imperiyasi uning madaniyatiga, Yevropa madaniyatiga ta'sirini o'tkazgan. Xususan, Xitoy bilan aloqalarning mavjud bo'lganligi sababli bu yerdagi Xitoy buyumlari yoki Xitoy kiyim-kechaklari, ipak mahsulotlari kabi mahsulotlarning aynan keng yoyilganligini tarix guvohlik beradi. Bugungi mavzumiz aynan Hunlar borasida va asosan bularning kiyim-kechaklari va ko'chmanchilik buyumlari borasida gaplashadigan bo'lsak, o'tovlarda qurib yashagan, ko'chmanchi bo'lishgan va asosiy qurol-yarog'lari o'q-yoy, nayza, qilichlardan iborat bo'lgan. Bundan tashqari ko'rib turganingizdek bu yerda Hunlarning asosiy ish qurollari, harbiy qurol aslahalari ko'rinib turibdi. Bular jang san'atida juda ham mahoratli bo'lgan va asosiy taktika qo'llab janglarni olib borgan. Bugungi mavzumiz shu borada edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.